Vau. Zo'r ekan, a? Sizga ham yoqdimi? Qidiramiz, topamiz. Topaman deganimdan topdim-ku. Vau. Videoda ko'rganingizdek bu apparatimiz meva va sabzavotlarni tez va oson archar ekan. Eng asosiysi vaqtingizni tejar ekan. Endi har kun meva yeman shekilli. Qani ketdik sinab ko'ramiz. Banan nima ekan? Vau. Vau. Endi buni olib ko'ramiz. Ko'rishinglar mumkin. Apparatimiz mana bunaqa kesib moslamalari ham bor ekan. Vau. Zo'r. Endi navbat kiviga. Hop, bananni ham sinab qo'yamizmi? Nima ham tugadi. O'zingizlar ko'rganingizdek, olma va shunga o'xshash kattaroq mevalarni yaxshi archar ekan. Lekin kichkina, cho'zinchoq meva sabzavotlarni unchalik yaxshi archa olmas ekan. Xo'p, apparat narxini kommentariyada yozib qoldiraman. Ha, bu videoni esa olmani yaxshi ko'radigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.